Payg'ambarimiz alayhissalom Hazrati Alidan so'radilar. Ali, meni ko'proq yaxshi ko'rasanmi? Allohnimi, Fotimanimi, bolalaringnimi? Hazrati Ali, hammangizni yaxshi ko'raman yo Rasululloh deganlarida Payg'ambarimiz alayhissalom, ey Ali, bir qalbda shuncha sevgi bo'lishi mumkinmi? Hazrati Ali ilmning eshigi bo'lishiga qaramasdan javob bera olmadi. Ijozat istadi. Uyga kelganlarida parishon holatlarini ko'rgan Hazrati Fotima sababini so'radilar. Hazrati Ali tushuntirdilar. Dedilarki, borib otamga ayting. Allohni ruhim bilan, payg'ambarini qalbim bilan, Fotimani nafsim bilan, bolalarimni shafqatim bilan sevaman. Payg'ambarimiz alayhissalom bu javobni eshitib, tabassum qilib shunday dedilar. Ey Ali, keltirgan guling payg'ambarlik daraxtidan uzilgandir. Javobingdan Fotimaning hidi kelyapti.